Mana Qizalxon opa hamma birdan 3gacha chiqa oladi. Hamma 3 bo'la oladi. Unda imkoniyat bor. Hamma sinab ko'rish kerak, birdan 3gacha chiqish kerak. Lekin agarda u sinab ko'rdi, shu soha unga yoqdi, shunda o'zining kelajagini ko'ryapti, endi 3da qolib ketish xato. U yo'q bo'lib ketadi, 2ga tushib ketadi, 1ga tushib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Endi agarda shu sohani o'zinikida bilayotgan bo'lsa, shuni kelajagini shu sohada ko'rayotgan bo'lsa, endi 3dan 4ga o'zi ko'tarila olmaydi. 3dan 4ga unga ustoz kerak, tajriba kerak, bilim kerak. Agarda o'zi ko'tarilaman desa, katta yil kerak, ko'p yil kerak, ko'p xato kerak, ko'p pul kerak. Ko'p yo'qotishlar kerak. Agarda ustoz olsa shunga, mana 3dan men 4ga o'tmoqchiman, mana A nuqtam mana, B nuqtam 4. Mashina qo'yib bera olasizmi? Desa, yaxshi ustoz topib, oson o'tadi. Keyin 4dan 5ga olib chiqadigan ustoz topadi. Keyin 5dan 5+ga olib chiqadigan ustoz topadi. Keyin uni lider qiladigan ustoz topadi. 3dan u yog'iga faqat ustoz emas. Faqat bilim bilan, ilm bilan yog'iga faqat ustoz bilan. O'sha ba'zan yig'ib olguncha, ba'zidan keyin boshqa repetitorlar kerak degan.